parhez qilayotgan xonimlar uchun kaloriyasi kam bo'lgan mazali salat tayyorlaymiz. Hamma masalliqlarimizni yuvib tayyorlab olamiz. Birinchi o'rinda pomidorni xohlagan shaklda to'g'rab olamiz. Men shunaqa 3 burchak shaklida to'g'radim. Tuzlangan bodringni yarim oy shaklda parrak-parrak qilib to'g'raymiz. Injik go'shtini ham o'rtacha kattalikda chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Hammasini bir tekisda qilib. Men Rizo injik go'shtlardan foydalandim. Mazasi juda ham mazali bo'ladi. Tuxumni ham o'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. Men 4 burchak qilib to'g'radim. Ko'k piyozni ham 1 sm kattalikda chiroyli qilib to'g'rab, hamma masalliqlarimizni idishga bir chekkadan solib chiqamiz. Pomidor, bodring, tuxum, injik go'shti, ko'k piyoz va mayonez solib aralashtiramiz. Agar kaloriyasini kamroq qilmoqchi bo'lsangiz, smetana yoki gretskiy yogurtdan foydalanishingiz mumkin. Meni farzandlarimga mayonez yoqadi, shuning uchun mayonez qo'shdim. Yaxshilab aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Bu salatni tayyorlasangiz, oila a'zolaringizdan albatta rahmat eshitasiz.